Tayyormisan? Ketamizmi? Hozir bitta yana tekshirib oling, iltimos. Ikkita bolam bilan 5 soatga ko'chaga chiqib ketyapman. Demak, kelasiga 5 soatga 5 dan talga olishim kerak bo'ladi. Xo'sh, kichkinammi qisib qo'yadigan odati bor. Kattami tish chiqyapti, so'lak ovqat kelasiga 3 tadan so'lakcha qo'shib olishim kerak. Kattami ovqatlantirganim 2 soat bo'ldi. Demak, sumkaga bitta banan solib qo'yishim kerak bo'ladi. Kecha yomg'ir yog'gandan keyin yerda ko'rmikchalar paydo bo'lgan bo'lsa, katta o'g'lim ko'rmikchada o'ynaydi. Demak, oyog'iga rezika etek bilan dinozavrchalik kurtkasini kiyishim kerak bo'ladi. Xo'p, kichkinam doim ko'chaga chiqsa qorni og'riydi. Unga turbichka bilan qorni og'ridoshini qo'shib qo'yishim kerak. Bundan tashqari force majeure holatlarga ikkalasiga ikkitadan qo'shimcha kiyim. Bundan tashqari tagligini alishtirayotganda tag sochiqcha. Dilbar, kiyimimga nima atir sepgansan? Hech qanaqa atir sepmaganman. Bu Timsin parashok mitiki. Timsin parashok kiyimlarni yaxshi yuvadi, hech qanaqa dog' qoldirmaydi. Buni yuvgandan keyin shunaqa ikkita kapsulasidan sug'orsangiz, kiyimingiz yana ham xushbo'y bo'lib, yumshoq qilib qo'yadi. Yuvgandan keyin kiyimlaringizdan atirgul ifor kelib turadi. Sizga yoqdimi? Menga вообще yoqdi. Endi faqat Timsinning kiyimlarini yuvgan, xo'pmi? Bo'laqa shoshilib turibmiz, ketishimiz kerak. Yana nimadir esimdan chiqdi-da. Bo'pti, ketdik. Farruh, ko'rmiychiga sakrama o'g'lim, kiyimini qirqibotsa. Dilbar, anaqa butulkasini bergan bola yig'layapti. Qolib ketibdi-ku. Voy espas.